ajdodlarimizga qotillik qilma, qotillik qilgan har qanday odam sotqa tortildi degan ta'limni anglagansizlar. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, qarindoshlarga g'azablanganlarmu sotqa tortildi. Qarindoshlarini ahmaq deb tilg'anlar Oliy Kengashmida javobgarligiga tortildi. Qarindoshlarini talva deb haqoratlaganlar o'tliq to'saqqa tushdi. Shuning uchun sizlar Xudoga hadiya atmoqchi bo'lganinglarda, qarindoshlaringlarning sizlarga qo'saq ko'piki borligi yodinglarga yetsa, hadiyanglarni qo'yib turib, avval qarindishinglar bilan yorishib olinglar. Ondan kelib hadiyanglarni atanglar. Agar ustinglardan arz qilmoqchi bo'lgan biri bo'lsa, sotqa tushishdan burun uning bilan tezdan yorishib olinglar. Bo'lmasa, u sizlarni sotchi bo'lsa, Guntupayga topshirib, zindonga soltib etadi. Bilib qo'yinglarki, qo'yilgan jarimonning bir tinini qo'ymay to'limiguncha zindondan chiqolmaysizlar.